bu darajada bo'lishi mumkin emas-da, boru sog' odam bunaqa demaydi. Bitta klientim abayamni so'radilar va men uni asl narxini 300 ming dedim, lekin ular voy xuddi shunaqa abayani 122 mingga ko'rdim deydilar. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Men u abayani material uchun bozorga zakaz berib, bichib 3 kun eskiz chizib tikkunimcha qancha asabim, vaqtim ketgan. Ular mana shu narsamni qayerdagi Xitoyga dishoviy narsasi bilan solishtiryapti. O'zim ma'qulamadim. Kimdir o'zi uchun sifatli, kimdir esa bir tiyinga qimmat narsani ravo ko'rishini shu odamda bildim. Va men ularga yozdim. Shu 122 minglik abayani olib, yuvib, maza qilib kiyishingizga, rosmana sifatliligiga, choklari tozaligiga, ertaga bitta yuvganingizda kirishib ketib, choklardan so'kilmasligiga o'zingiz ishonyapsizmi dedim. Hech kim ishonmaydi-ku bu narsaga dedim. Mani abayalarimni olib, maza qilib yuvib kiyayotgan klientlarim ham bor, даже atsiflarim ham bor edi. To'g'risini aytaymi, shu odamga libos sotmaganimga xursand bo'ldim, chunki men tikkan liboslarimni rosmani yaxshi ko'rib, xursand bo'lib, yuvib kiyadigan insonlarga sotishni xohlayman. Yoki ishoninglar, optimga olib chiqib yarim narxiga ham sotib yuborgan bo'lardim. Men tikuvchiman, olib sotarmasman. Har bitta narsani o'zim tikkanim uchun sifatli va chiroyli qilib tikaman. Aslida 300 ming narx abaya uchun juda ham arzon, lekin men o'zim tikkanim uchun sizlarga sifatli va arzon narsa chiqarishga harakat qilaman. Like bosingizda, like uchun alohida rahmat.